Oching. Oching buni. Voy, eshak degan o'sha mashina-ku. Eshak go'shini degan xitoyliklar nima qilib tashagan? Bu shunchaki mashina emas, jigar. Hi-Fi X. Yevropalarda 100 mingdan 130 minggacha. Xitoy o'zida saytiga kirib ko'ring, 100 ming atrofida ekan. Va Hi-Fi 2025-yilda Hi-Fi A degan yangi model ham chiqaryapti ekan. Ma'lumotlarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Kimdir zavod yopilib ketgan degan ma'lumot ham tarqatmagan edi, lekin ishlayapti ekan. Jigar. Bu bizga bir adashib kirib qolgan 4 ta 5 tadan bittasi. Bir marta qo'yganimizda bittada sotilib ketdi. Bu ham xuddi shunaqa yangi va oppoq salonligi. Buni navorati shu darajada ko'pki, buni ta'riflash uchun bir 15 minutlik video qilish kerak. Bu mashina qiyofasidan chiqib ketgan, o'sha rosta gazim kelajak mashinasi. 3 qatorli eng qizig'i crossover deyladimi bu? Bilmayman, universal deyladimi? Xullas, любой narsaga to'g'ri kelib ketaveradi. Mana buni qarang. Afshifkadagi hamma knopkasi sensorli. Atamankali. Sizni nafaqat o'ngga, chapga, tepaga, pastga, yonga ham suriladi. Mana bu o'tirganingizda passajir oldidagi katta monitorni qarang. Umuman navorati fantastiskisini haydamoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu mashinani o'ylamay bosib yuboring. Kimdir yangi olib kelaman desa, bu mashinani 100 mingdan balonga tushadi. Aniq. Oldi farazda proyektori bor. Televizor ham ko'rsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, bundoq bu kim peshobod o'tayotgan bo'lsa, palasa chizib beradi mana shu proyektor orqali. Chunki bundoq yonib o'chib, o'tbotda to'xta, bitta ochib, orqasidan tushib kelsangiz bor-ku. Voy. Ko'rgan odamlar mazasi qochadi-da. Yangi 300 km probegi 49500 ga berib yuboriladi. 49500 ga xitoyliklarning o'zi agar mana shu mashinani sotilayotganini eshitib bilib qolsa, ishoning, o'zini o'zi osib yuboradi, jahli chiqib ketadi. Bu mashinani adresiga olib berib, ozgina qiynab qo'yasiz. Siz o'zingiz zamondan eng oldinda yuradigan odam bo'lsangiz, aynan siz bosib yuborishingiz kerak. Yosh xo'jakalar maza qilib haydashadi. Bir ikkita funksiyasida qiynalib qolmasligingiz uchun 90 varrolik shu mashinani qanaqa qilib ana funksiyalarni boshqarish haqida kitob ham chiqarib qo'yibdilar. O'qib o'rganib olasiz. Like bosib qo'ying. Like bosib qo'ying. Bizda ham inshaalloh shunaqa mashinalar ishlab chiqarilsin. Hamma sotib olib haydatsin. Lekin bizda agar shu mashina ishlab chiqarilganda 200 ming dollarga sotilayotgan bo'lardi. Ishonavering. 5 litr benzin rasxod qiladigan mashina ko'rsatdingmi? Misol uchun siz Gentrace 10 litr rasxod qiladimi? Yo'q, undan ham ko'p. 14 litr, ozgina bossangiz 18 litrgacha benzin rasxod qiladi Gentrace. Bilasa, lekin bu mashina taxminan shuncha 5 litr rasxod qiladi. Jigar. Zo'ra Ford Fusion gibridda bizda juda ham kamyob mashinalardan va buni Amerikadagilar juda yaxshi bilishadi. Qarang, buni ko'rinishi taxminan Malibu'ni ko'rinishi deydimi? O'shani pulidagi mashinani beryapti. Kamida, lekin narxi Gentra'ni puli bo'lyapti. 18900 gami bir marta qo'yadi esinglardami? Bu mashinani bir narsa bo'lib zaklab berib, keyin xullas pul topa olmay ayniganlar 14900 ga srochniga hozir bosib yuborsangiz bo'ladi. Buni navarotini ko'ring. Shaybali skorost, monitor, motori ham gibrid 2 litrning, lyuk, kojniy sideniya, akustikasi ham normalniy moshina 14900 ga olganingiz hech kimga yetmasangiz bo'ldi. Normalniy qimmat mashinada yuribdi deb o'ylashadi. 2017-yil, mana qarang, daji shuda kodlari bor-da, sensorli. Gap yo'q, bitta like bosib qo'ying, ekraningiz ham sensorli, bundoq 2 marta bosib qo'ying. Hozir probegi 62000 mil bo'lgan ekan. Taxminan 95 mingmi, 98 ming bo'ladi probegi. Mashinada ish yo'qotdilar. Srochni yaqinlarga tarqatib qo'ying-da. Pulingiz bo'lsa bosib yuboring. Mana shu qismida qattiqdir qirilganiga sepilgan joylar bor, lekin unaqa udar-pudar yo'q deyaptilar. Jigar, buni videoni qarang, bosib yuboring. 14900 ga vapsh keladi. 5 litr rasxod uchun hojaga yugurib bor avtobiografini yangisini olishdan oldin 280 ming, 290 mingga, 68800 ga sal yurganini olib haydab ko'ringchi, kibrlanib ketdi. O'zingizdan ketib qolmasmikinsiz? Oldin o'zingiz mana shunaqa sinovlardan o'tkazib sining. Bo'lmasa, yangisini olganingizdan keyin sotmoqchi bo'lsangiz bir 50 ming, 100 ming, 150 ming zararga sotib qo'yasiz. Mashina olib bitta oqayib yuring. Xuddi o'sha komfort, o'sha emotsiya, o'sha ko'rinish, lekin narxi 200 ming dollarga arzonroq.
Jigar avtobiografiya longa 5 litr motor tasavvur qilyapsizmi? Navrotlarni, komplektatsiyalarini qarang. Bu boshqa daraja mashina. Bu boshqa dunyo. Bu shunchaki mashina emas. Bu rostakasım hashamat. Siz statusingizni, nima deydi, pulingizni darajasini deydimi? Qanchalik o'zingizni yaxshi ko'rishingizni, hammasini shu mashina sizga yetib turadi va sizga obroni deydimi? Xullas, narxingizni deydimi? Oshiradi-da. Bosvaringlarga 68800 ga 2017-yil 124 ming bo'libdi probegi. Bitta shuni olib haydab ko'ring. Keyin 280-290 mingligini bosaverasiz. Mana shu chap tomonda miatina bo'lgan joy bor ekan. Bir qismi eshikni, bir qismi. Ko'rib, tekshirib bosaverasiz. Qarang, komfortini bitta like bosib, yaqin hoji akalarga tarqatib qo'ying. Hali o'zligidan ketib qolmagan hoji akalarga tarqatib qo'ying. Mana qarang. Mana kirovgani bitta bossak, hoppa. Mana oldi zinani ko'rasiz, polni oldiga surilib, o'zi ochib beradi. Keyin bola chaqani orqaga tiqorasiz. Hoji aka, GL500 ku taniq sostoyanadingiz kelib qopti. 44900 ga oldindan like bosib, srochni yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. 5 motorli GLS bor-ku, bilasizlar, oldin GL bo'lib chiqqan. GLS bu dikit ko'rinishga keltirilgan. O'sha ko'rgan odam GLS ekan deydi. Chunki GL bilan GLS bitta narsa o'zi, jigar. Xullas, 2015-yil va kraskasi absolutni top-toza. Salon holatlarini qarang. Bir qo'l mashina. Bitta kenay ayab haydagan ekanlar bor-ku, rostmi? Ayol kishi haydagan ekan. Patsakaniklarni qarang, ham isitadi, ham sovutadi. Abdu, abagrev, panorama, ikkitalab, orqada monitor, Harman audio sistema, jigar, hamma ishlar qilib qo'yilgan. Taniq, hadoy rezinka, pezinkalargacha almashtirib, yangidek qilib qo'yilgan deyaptilar. 5 litrli V8 motor jigar. Bularga yaxshi moy bilan yaxshi benzin quyurasiz, bo'ldi, yuraveradi. Miking ham quyib yuboring jigar. Buni bilasiz, любой inomarkalarga mana do'pusklari bor. Miking esingizda qoldi. Вообще ideal shkalat narx. Srochni yaqinlaringizga tarqatib, mana shunaqa katta mashinada, tem более Mersda 5 motorligida orqa yurmoqchi bo'lsangiz, bosib yuboring. Probegi 160 ming ekan. Yili 2015. Hoji aka, bosib yuborasizmi deyman. Yangi Xit haydab o'ragan Stevio'ga qarang, hoji aka. Salafallari ham olinmagan. Voy lekin, hayotga ozgina qoldi-yu. O'zingizgami, otangizgami mashinadan bitta sovg'a qiling. 200 kilometr probegi. 2024-yil. Qarang, mana head-up display, 4 teleshi pilisoska, M paket, rangi ham narda grey. Hozir eng trend bo'layotgan ranglarda. Yangligiga maza qildim. Yurganlarni narxiga bosib yuboryapsiz. 150 ming olganlar va atigi mana 280 kilometr yurganlar va $5000 xarajat qilingan. Polni birona plyonka qilingan, ham qimmat zavosku poliklar taqilgan. Siz uchun tanlab qo'ygandek gapti. Srochni bitta like bosib, yaqinlaringizga, hoji aka tanishlaringizga tarqatib qo'ying. Inshaalloh nasib qilsin senga ham degan tanishingiz bor-ku. Achabi, ikkita eng yaqiningizga tarqating bo'ldi. Yetadi. Patalonni qarang. Alcantara qop-qora. Sardor boy, jigar. O'zingiz bosib olasizmi deyman. O'zingiz mana shunaqa yangi narsalarni, birovning nazari tushmagan narsalarni yaxshi ko'rasiz va bosib olishni. Narxi voqea shkala 137.500 ga bosib olsangiz bo'ladi. Alloh Rustal Fara, xullas, jigar, srochniga bosib olinglar.